Ötüney senden. Ey insan, muşu cemiyette biz bilen teng nefes elip yaşayotgan bu halkın üçün, belkim senmo ündüdar işiltiyotgan buluşun mümkün. Kızımni qaysi derecede izleyotganligimni, bizning qandoq bo'lib ketayotganligimizni, belkim senmo bir insonlik yuraging bilan ozroq bo'lsa-mu his qilgansan, yoki ko'rgansan va yoki anglagansan. Kızımni sen ep ketgan, mushu qon yoshga to'lgan, ochiq hasratli qismatga to'lgan mana bu kunlarni bizning qandoq o'tkazayotganligimizni his qilsangmi, sening kasbing, tutgan yo'ling, niyating sana qizimni bizga qaytirib berishga yo'l qo'ymayotgan bo'lishi mumkin. Qo'rqma, hargiz qo'rqma. Men seni tosh qilmayman. Seni hatto hech nima qilolmayman. Men hozir qizimni qaytirib bersangmi, sana rahmat degidekmi, hol madar qolmadi. Meni tushun. Bizni tushun. Biz seni izlamaymiz. Faqat shu natuvonimni, shu umuqimni, shu ömrümning, hayotimning barini izlayman. Hamiz davatimiz. Belkim senin farzanding ya badu, ya ki yoktu. Bırak sen bir insanın balası o. En bulmaganda senin mi ata-anan, yaxshi ko'radigan odaming bo'lsa-mu badu. Demek, insanlık tuyg'uda turib, bularni obdan o'ylasang, cho'qim mening hissiyotimni tushunalaysan. Qizimni qaytirib bergin. O'tinay, senden o'tinay. Hayotimning ma'nosini qaytirib bergin. Hayotimning barlig'ini qaytirib bergin. Senden o'tinay. Qizim, Suriyani qaytirib bergin. O'tinay, o'tinay. Mana hozir, bizga hozir sen kerak emas. Bizga hozir qizim Suriya kerak. Shu azidan qizimni qaytirib bergin. Senden o'tinay. Kızım Suriyani qaytirib berish jarayonida sen qo'rqayotgan bo'lsan, tamtirab qolgan bo'lsan, qizimni ma'lum bir joyga qo'yib qo'ydin. O'zim xohlagan bir yo'lga qo'yib qo'ydin. O'zim berib ekkilib olay yoki qizim Suriyani boshqalar tepib olsin. Men bu o'tgan ishlarni qaboatlik tush ko'ribdiman deb o'ylab qolay. Senden o'tinay, qizimni qaytirib bergin. Men sana hech qanday avorchilik tepib bermayman. Seni endi avor qilmayman. Seni endi izlamayman. Ey inson, mayli sen qaysi millatdan bo'lgin, insonni faqat birli yurak bog'lig'ini bilaman. O'tinay, senden o'tinay. Bu uchurimni anglagan hamon, ko'rgan hamon qizim Suriyani qaytirib bergin. Senden o'tinay. Senden o'tinay.